Mana videoni ko'ring a. Fransiyalik ziyoratchi Ka'ba oldida onasidan so'raydi. Ona, biz hozir Ka'baning yonidamiz. Bizga Allohning va'dasi bor. Kim mana shu yerda niyat qilsa va o'sha niyatiga yetadi deydi. Onasi bilasizmi nima deydi? Onasi Falastinga ozodlik. Pour la Palestine. Moi, j'essaierai de la faire un petit peu plus large et je ferai pour... Va bu video ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ommalashib ketadi. Bilasizmi, menga nimasi ajablantirdi? Bizning so'rovlarimiz ham, niyatlarimiz ham maishiylashib ketganda. Biz ko'proq niyat qilib so'raganimizda ko'proq yangi mashina olsam yoki uy qilsam yoki to'y qilsam degan niyat qilamizda. Ya'ni niyatlarimiz ham juda ham kichkina. Niyatlarimiz ham juda ham maishiylashib ketganda. Siz bugun Falastinning qay ahvoldaligini bilasizmi? To'g'ri, men ham ko'rmaganman sizlar qatori, lekin ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq kuzataman. Bugungi kunda u yerdagi ahvol juda ham og'ir. Biz 21-asrda yashasak ham falastinliklar bugun tosh davriga tushib qoldi.